Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men riyosatchi Xumaray Baxtiyor. Vatan ishqida halsirgan qarindoshlarimizning maystiliga ozroq bo'lsa-mu ko'ngil so'qi ato qilish va shundaqla erkin dunyoga fursatdan foydalanib, san'at turdanlarimizni yaxshi o'rganish maqsadida Karvon sadasi programmasi keng xalqning kuchli talabiga asosan Duttar tambur darslik programmasini yo'lga qo'ydi. Uyg'urlar azaldan san'at xumar xalq ve şundaqla san'atni o'z vujudining bir qismiga aylantirib kelayotgan Uyg'ur xalqi mayli qaysi makonda bo'lsin, qalbidagi bu obidni nurlantirib chaqnitib kelmoqda. Hammamizga ma'lum bo'lgan Yevropada qurilgan Yevropa Uyg'ur ansamblining qo'rg'uvchisi Muxtar Jambaz akamiz ana shu obidlarning bir tanesi bo'lgan sevimli ustozimizdir. Qanams diqqatinglar ustozimizning birinchi san darsligida bo'lsin. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joyda yashayotgan hurmatli vatandoshlar. Oldi bilan Uyg'ur Yevropa ansambliga vakolatan barliq vatandoshlarning yangi yilini qizg'in qutlayman. Hammalarning aziz tanlari salomat bo'lsin. İnşallah 2021 yili milletimizga xayrli bir yil bo'lsin. Hamdiki asosliq mazmunga kelsam, ansamblimiz qurilgan vaqtda Uyg'ur chalg'i asboblarini yosh o'smirlarga, havaskorlarga va o'rganuvchilarga o'rgatamiz degan bir va'damiz bo'lgan edi. Har xil sabablar tufaylidan bu va'damizni amalga oshira olmay qoldik. Chunki o'qitish materiali va ba'zi munosabatlik shart-sharoitlar hozir bo'lmaganligi uchun. Bugünkü dersimiz iki tema ustida bo'ladi. Birincisi Duttarga tarixni qanday selish. İkincisi tarixni sep bo'lgandan keyin Duttarni tuzish. Mushu ikki tema bo'ladi. Duttarga tarix solgan vaqtimizda mush qulam tug'an yani paytara deb ataladi bu. Mush tarixdan taxminan 1 metr 35 santimetr uzunlikda kesimiz ikki parça qilamiz. Masalan, bir g'arich, bir g'ulaç bo'lgan vaqtida 1 metr 30 atrofida kelishi mumkin. Bu shundan ikkini ikki g'ulaç kesimiz tarimizdan kesib buni ikkiga bo'lamiz. O'rtadan ikkiga bo'lamiz. Tang qilib, mana shunga o'xshash tang qilib ikki uchidan hozir tarimiz tang bo'ldi asosiy. Tang bo'lgandan keyin o'tirdan kesimiz. Kesib tarimizni ikki parcha qildik. Ikki parcha qilgandan keyin birinchi parchasini mana qo'limda ko'rsatganimdek yaqinroq kelib ko'rsatib Muşundaq şekilde uçunu mıdaq çigib ütümüz. Bunu çigib yaqinroq ko'zda çigib muşundaq holatda çigimiz. Bu tarafini Duttarninki ilg'uchiq asimiz. Ma tarafi yani quloq tarafida bo'ladi. Ikkili tarimizni muşunun o'xshash şekilde çigib olamiz. Mana azroq mushunaq chiqarib, azroq chiqardim, verdim. Yogib ekilibla mana bu şekilde tarimizni chigib oldik. Shu olgandan keyin Dutturimizni solamiz. Boshda qaysi tarafdagi tarni solsak bo'lardi. Bu şekilde tarimizni solamiz. Bunun bevada bir tarı besib turadigan bir padi bor. Bu tarni besib turdi. Bunga azroq nimada bevadan azroq yuchiq ichib oson kirgizish uchun tarni mana endi bundoq kirgizamiz.
Tarımız birinci tarı kirdi. İkinci tarımızda mı tar ilgıçka ilimiz. Tar ilgıç bana. Tar ilgıç ilimiz. Bu şekilde ilgandaki yine okşaş şekilde yani müşahitın ötküzümüz. Bayatın ters boğanta hazırım yana. Qaçını kirgizip turib çünkü azroq boşluk bo'lishi kerak. Boşluqni yenidan o'tkazsak oson bo'ladi. Xo'sh, tarimizni o'tkazib oldik. Tarimizni o'tkazib olgandan keyin boshda hech qanday qilmay buni duttaning quloqiga chiroyli şekilde, madaq şekilde yo'ygaymiz. Mush quloqqa madaq ching to'sin deb madaq şekilde yo'ygaymiz. Birini yo'ydik. İkincisini o'xshash şekilde yaqinroq ekilib ko'rsatdik. İkincisini o'xshash şekilde mana quloqqa ching şekilde yo'ygaymiz. Yo'ygab quloqni o'ngga mo'ylab chingitamiz. İkili quloqni o'ng tarafdan o'ng chingitib, azoq chingitib qo'yamiz. Chunki bu yangi tarog'achqa bu endi bu davomli yenib turdi endi. Yenib turg'achqa tutani bir azroq chingitib azroq qo'yamiz. Qo'ygandan keyin biroz yenishidi bu. Yenishga azroq necha qatim mujuk mana tarni bundoq mujish orqali tarni yondiramiz. Okey. Endi tarni yondirgandan keyin har ikkimizni solamiz joyiga. Harika selip tanıt kulakını yan tolgat. Malum alette müdak mujipirimiz. Şikliyesine tolgat mujipirimiz. Bu alet ağzındaki altı bu tüzüksüz alette böyle. Yan tarıqaçkı bu davamlıq suzulup durdu. Bunu davamlıq müdak mujup kayıt tüzgenden keyin bu azıp tüzüksüz alette tüzüksüz. Hani muş usulda tutturumuzga tarımızı salımız. Hem tüvende tuttanı kandak tüzümüz degen ikinci mezmunu sözleymen. Bayatın tuttağı tarı selişini öğrenip çıktık. Hem de şu sep boğan tarımızını kandak tüzümüz degen temada kısqacha to'xtalib o'tay. Tuttan tüzüşünün adette iki xil usulu var. Köp balada körüp doğunulduk normal tüzeş de batıdı. Yani birinci tarisi rey, yani di avazga, ikinci tarisi so avazga, yani gi avazga tüzlüdü. İkinci xil tüzeş usulü yani çoğun tüzeş de batıdı. Çoğun tüzeş atış ahanglarına çağa vaxtımızda köprek aladı çoğun tüzeşke tüzümüz. Bu çoğun tüzge vaxtıda birinci tarihini yani oxşaşlar rey yani di avaz turayverdi oxşaş. İkili xil tüzüştü. İkinci tarihimizni la avazga yani a özgertimiz. Hazırki tutanın şahıltı şu re di avaz, ikincisi so avaz, gi avaz. Bu şekilde. Ya ki kulak bilen hata doğruluğunu biliş için tuttanınki bu şu perdesini
Yani üstünden sanılganda 6. perdini besip durup Uğa vaqtida dutlarni o'xshash ovoz chiqadi. Bu bir to'g'ri xatosini bilishning bir usuli. Yangi tarog'achqa davomli qiynab turishmi? 3. hozir digital dunyo olib ketdi. Shunga bu Türk qarindoshlarimiz Turkiyada bir aqlli telefonga bir appni keşf qilib chiqargan. Bu appning ismi bağlama tuner deb ataladi ekan. Buni App Store'dan qilsanglar bundaq ko'rinadi. Andiki mana buning ustida so la re deb mushu turklarning so'zi bağlamaningki sezgi tuzilgan buningga duttaga ishlatsak bo'ldi. Masalan, reyni bastım. Rey. Rey ovoz mana shu. Buni anglagandan keyin dutturimizningki reyni basamiz. Mana uzoq yenib ketdi. Mana. Rey ovoz. Keyin ustidagi so, yani gi ovoz bastım hozir. Rey so ovozga mana tuzdik. İkinci xil tuzak so'li cho'ng tuzak, yani atish ahanglarga. Bunda bo'lganda birinchi tarni aytishmaymiz. İkinci tarimizni la'ga tengshaymiz. La'ga tengshigan vaqtimizda yani la mushatib bo'ldi mana. Mana la. An basqaniga ovozni anglab tarımız la'ga tengshaydi. Mush ovoz la ovoz mana. Hozir dutturimiz atish anglab tengshaydi. Perde degan atish ahangi mushlar ahanglar chaqar vaqtida cho'ng tuzashga tuzimiz. Normal tuzishga yandirish uchun oldidagi tarni aytishmaymiz. Keyindagi bomb tarimizni keyin yandiramiz. Yandirsak rey bilan so ovozi keladi. Menimcha mushu usullarda öğrengiçler tutturni tuzsi bo'ladi. Lekin shunda bo'lsa ovozning top to'g'ri bo'lishini kafolat ega qilish uchun ya'ni mushu appga murojaat qilishimiz mumkin. Deganimdek bağlama toner mushunaq shaklda ko'rinadi. Buningda appning tushganda aynaq bir shaklda ko'rinadi. Shunga barliq o'rgangichlar mushu ikki xil mazmunda dutlarni tuzish va tarsilish to'g'risida so'zladim. Menimcha yardım bo'ladi deb o'ylayman. Tajribam bo'lmaganligi uchun so'zlagan darslarimda xatoliklardan xoli bo'lolmaydi. İnşallah davomli birga o'rganamiz. Hammamizning tanlarini Alloh egimiz salomat qilsin. Xayr xo'sh.